Salam ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, shu topda huzuringizda bo'lib atqani Beijing Ipak yo'li ömlük madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan. Xinjiang Momiri Bio Pan-texnika taraqqiyot chekish shirkati, shundaqla Sarkar uy jihozlari chekish shirkati alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni ömlük sadosi programmasi. Men riyosatchi Mahin Rozi. Qadrli ko'ruvchilar, men bugun intayin hayajonlanib turib, aziz mehmonimizni oldi bilan tanishtirib o'tay. Bugungi mehmonimiz bo'lsa, o'zining yaqinlik naqshlari bilan, ijodiy kuylari bilan tanishuvchilarning qalbini utgan yosh naqshchimiz. Shundaqla Aplam rayonluq yoshlar birlashmasining a'zosi, axborot sohasi katibotining boshlig'i Kerem Abbas afandi. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Kanat kalktı armanımız elip endas. Kökdə uçqan bürkütlərning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız armanımız. Ümidaqlık yollarının karvanımız. Yalqılmaydı qalblərdə darvan fikri. Kucağı açqan bizga güzel devranımız. Salam. Yaxshimi aka? Yaxshimi? Bu ağlı gap geldiniz. Yaxshimizlar. Yaqinda bu yana ishlarni qilayotgansiz. Yaqindan buyon mush Vishinkas qaytaryapman. Andan o'zimningki xizmatlarimni, shu naqsh yozish qatorli xizmatlarimni qilyapman. Ancha-muncha sizdek axborot sepatidagi qarindoshlarimizning, do'stlarimizninki ziyoratni qabul qilyapman degandek bir turkum ishlar bilan. Mening kichkina iltimosim bor. Hop. Yaqinda shu ustoz san'atkorimiz Abdulla Abdurimning Xush keldingiz degan programmasida bir naqsh aytib ekansiz. Qo'ni naqsha. Ha, shu naqshingizdan bir 5 yillar. To'lab turmayman. Men mashinaga chiqib naqsh qilib qo'yamsizmi? Chaqirishga. Bir kuplet aytib bersangiz, tinchroq qilib bersangiz. Bo'la. Aslida qo'ni naqshlar. Yürekteki ko'nglishlarni, kona do'stni, kona ko'chini. Anglanadi kona padida, balkim hozir kona naqshinlar, lekin uni taniyib Rahmat aka. Endi bugun naq maydonga borgan ekanmi, naqshlaringiz naq maydonda anglaymiz deb o'ylayman. Rahmat. Bu sho'prinimi bak yaxshi kelib chiqqichi naqshlarim tayyor qilib meniki. O'moqga bo'yni. Kasbiy. Kasbiy. Jiqadamdan jil qilib beribsizlar sizlar qarab baqsam. Ishga hozir. Endi naq maydonga borganda bu naqshingizni anglamdik yoki qanday naqsh tayyorlagansiz? Men shu sizlarning program guruhini taklif bilan topshirib olgandan keyin tayyorlik qildim. Men bugun bu naqshini chunki yaqinda chiqadi do'stim angladim. Men yana sho'laqa o'zim ko'ni narsalarga amroq asarati qilinishig'andek bir bala o'zim. Bir ko'la naqshlardan unutib qarab menga naqshlardan itqim kelib qoldi ya mening. Aytgan naqshining ismini deb belgil bo'ladimi? Bo'ldi albatta. Biz endi qizilgul deb bir naqsh o'tdi bu. Har xil uslubda aytilgan, sho'q uslubdimi, tango uslubdimi, duttadimi aytilgan, gitardami aytilgan bir naqshi bor. Qizilgul temiski naqshi bilan andan ili ahanglardan ishlangan kalmidi yar deb shu naqshni tayyorlab qildim. Albatta naq maydonda anglashib taqazlarimiz albatta bugungi programmani ketixim utuqliq, o'ngishliq elib berishiga tilakdoshmiz. Sizga qomat yor bo'lsin aka. Rahmat. Ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Rahmat. Qiringdaqda biz naq maydonda ko'rishaylik. Qarshilamiz aka, xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ldim. Rahmat. Salom. Ömlük sadosi programmasininki boshdan oxir to'liq ko'rayotgan ko'ruvchilarga hammalarga Kerem Abbasdan o'tliq salom bo'lsin. Bugun singlim Mahinur bilan xil umdan paranglashadigan tayyorlik qilib turibdim. Tayyorlik puxta. Tayyorlik. Bugun o'ylamagan yana savollar chiqib qolishi mumkin. Mayli, qanday savol bo'lsa yonmayman. Amniyatda ikkimiz burun ko'p ziyoratlarda birga suhbatlarda bo'ldik. Aka, siz naqshingizni qachon aytgan, qanday taqatgan degan savollarni so'rashning faqat hojati yo'q-ku. Biz jiq paranglashgan paranglashdik. Uningsi Kerem Abbas apandining qanday naqshlarni aytadiganligi, qanday xalqimizga to'linganligi ko'rmanlarimizga ma'lum. Shuning uchun men bugun nayt oddiy bo'lgan, ammo o'ylab baxmagan savollarni bir necha so'ramoqchi. Paq qo'qitasiz meni. Bo'ldi chatoq. Keremka, unda bo'lsa oldi bilan men so'rab baqay. Ko'rmanlarimiz hammamiz bilamiz.
Bizningki naqshxonishimiz Nurnisa Abbas xonim o'zininki yaqinliq kuylari bilan mana bizning san'atlarimizga chaqnagan yulduz bo'lib kelyapti. Nurg'ungan ko'rmanlarimizda balkim Kerem Abbas efendimi mushu Nurnisa xonimninki mushu sayisida mushundaq tunilgan deydigan gap so'zlar bo'lishi mumkin. Bosol ishidek pes chiqdi. Deyman qo'yamdi. Bosol pesga. Agar mushundaq solib qasqandaq. Mayli, bushda so'lab bor. Bu sizning so'rg'iningizga xizmat sizni so'raydi faqat o'ylamayotgan ekan. Nurnisada bizning bolalarning cho'ngi. Nurnisadamdan hammamiz hamda qo'rqimiz bu qo'rqishliqi. Qo'rqib ketish emas, hurmatlash tipiga kirdi. Andan keyin to'g'ri bu savolmi adam bo'lmagan bo'lsa balki meningki bugungi o'ringa chiqishimmi tez bo'lishi mumkin. Bugungi o'rnim bak yuqori o'rin bo'lmasa-mu sizdek singillarim bor. Ama shu ekran oldida ancha-muncha meni aka naqsh etmaysiz-ku, yangi naqsh chiqarmaysiz-ku degan singillarim bor. Shu o'ringa chiqmasligim mumkin. Lekin agar men adamningki kuchidan foydalanib chiqqan bo'lsam, sizlarning xizmat guruhinglarning hadamga telefon qilib iningizni ziyoratga o'rlashtiramdiq degan bo'ladinglar. Sizlar men udul sana xizmat guruhinglar men bilan aloqa qilishib, aka bir ziyoratimizni qabul qilsangiz degan to'y xo'sh bo'ldim. Demak, sizning e'tirof qilishingizga erishdim. Siz bir naqshi o'rindashdimi? Favqulodda bir nachar yoki muzikada bo'lgan ko'z qarash favqulodda bir nachar bo'lib qolgan bo'lsa, bu ziyorat o'rniga bunday katta o'rindiqqa men o'ltiramasligim mumkin. To'g'ri. Andan yana bir narsa, agar men adamning yo'lidan foydalangan bo'lsam, Ipak yo'li 1, 2, 3-qarorning hammasida ming shang davshiliq o'rinni hech kimga bermay o'zim o'tirib oldim. Bir ikkinchi qarorda bizniki do'stlarimizdan mening atrofimda do'stlarim yordam qilib o'ltadi. Shu vaqtida mala o'ltirish kerak. Haqiqiy bu shu mendimmi saviyasi yuqori do'stlarim bor atrofimizda mushular o'ltirish kerak deb o'tadim. Agar men adamning yo'lidan foydalangan bo'lsam, Ipak yo'li birinchi, ikkinchi qarorlar shunchalik shu yondagi o'rindiqni bermay, madamga yig'lab bo'lsam o'tirib olaverdim. Lekin shuni men o'zim e'tirof qilgan do'stlarim o'ltirish kerak deb men oqsabda xizmat qildim. Ondan yana bir narsa, ba'zi adamni to'naydigan ko'rurmanlarimiz bo'lishi mumkin. Yaqin o'tadigan demakchi. Har qanday ishini adamningki men bejarib birman. Masalan, telefon qilib menga sen nada degan savolni qilmaydi birinchi. Sen nima ish qilyapsan degan savolim yo'q. Ba'zi men do'stlar o'ltirish bo'lib qolaman yoki ba'zida ishlayotgan bo'lib qolaman. Bunday vaqtida meningki hissiyotimni faqat o'ylashmay, men faqat ish topshirdi. Mana mana qivat yoki undidarda yo veshingda. Mana qivat bo'ldi, xo'sh. Ortiq gap qilmay ma'qul deysiz-da. Ma'qul deyman. Eng qiziq bo'lgan ish siz Beijingda bir mezgil nim qildingiz, uyg'unishda bo'ldingiz, bilim oshirishda bo'ldingiz. Mana shu vaqtda Chingliyanninki guajiga avatdi. Adam esidan chiqib qoldimi, o'qimadim. Men berib qo'yib 3 kundan keyin menga telefon qilibdi. Men hozir idoraning jiddiy o'yiniga mangdim. Bingshangda go'sht tugabdi ukam. Darhol sen o'zing doim men go'sht akapirdigan yerdan go'shtni akap ustixonga go'shtga aliq loqqa orib darhol qivat deb telefon qo'yayotgandan keyin turib ketdim. Adam mening Beijingdaligimni bilar deb ondan qaytadan telefon qilib hadal samadi men Beijingda desam ha deb kulib ketdi. Endi gapni yig'ishtirib kelsam so'ng hadisining yo'lidan foydalanib mundaq bo'ldi degan savolga o'rtaq bir javobim to'g'ri. Lekin men qarg'ulach foydalanmadim. Adam ham uning yo'l qo'ymaydi. Bu savolingizning javobi mush bo'lsa. Ammo men bu savolga o'zim qarshi. O'rganish deb o'ylayman. Nurnisa odamni yuziga elish shundami? Qag'ini siz bizga Nurnisa Abbasning inisi emas, Kerem Abbas deb tunildingiz emasmi? Rahmat. Eng to'g'ri javob mush deb o'ylayman. Men mush ekrandagi ko'rmanlarga Kerem Abbas apandini ko'p qirliq san'at sifati o'zib ketayotgan iqtidorli yosh deb tunishtira olmayman. Bu yerga ko'p qirliq deganim ham axborot sohasida, ham mushu bog'vanlik sohasida, ham shundaqla mushu naqshchilik, muzika sohasida nihoyatda tirishib ketayotgan yoshlarimizning birisi akasiz. Mushu 2011-yillardan boshlandigu deyman, mushu axborot sohasida xeyli ko'p to'kbilarni qo'shdingiz. Masalan, Markaz xalq radio stansiyasining programmalarini ishlash, o'moqlarimiz uchun sahnamdan iborat mushundaq bir sahna yaratish qatorliq ishlarda. Mushu axborot sohasidagi xizmatlaringizdan ozroq bir xabardor bersangiz. Bu axborot sohasiga men o'zim Şinjan televiziya stansiyasining Billa Ugunayli programmasi. Shuningki, To'ngyoqlar batdi, shu To'ngyoqlarning muzikalarini ishlash xizmati menga topshirildi-da. Topshirilgandan keyin men o'zimni bak yaxshi ko'rdim. Bu kichik bolalarning To'ngyoqlarini ishildim. Shu jarayonda bir necha bir balla ohanglari tabiiylam shakllanib qoldi. Shuning bilan Tangirtog'ning janubiy shimolidagi har millat yosh o'smirlarimiz uchun Sahnan bolalar san'at festivali deb shakllantirib, o'zim bir shirkat qurib, shu kichik bolalarga naqshi ishlash, ularningki o'zlari akagan ba'zilari serik, ba'zilari
usul qatarlıq nəsəni özləri ata-analары tayyorlıq qilib akildi. Shu balalarga bir sahne yaratib bergan bo'ldim. Shuningdan keyin buni Abnumroyliq yoshlar birlashmasining hamda Markaz xalq radio stansiyasiniki rahbarlari buni ko'rgandan keyin voy bu bak yaxshi bo'pti, bu yosh o'smirlar uchun, bolalar uchun bak yaxshi bir sahna bo'pti, buni kim qilibdi degan yaxshi bo'lgan ekan. Undan keyin bu rahbarlarningki taklif qilishi bilan men bular bilan yuz ko'rishish sharafiga erishdim. Andan keyin birinchi bo'lib shu Markaz xalq radio stansiyasiningki rahbarlari bilan Şinjan BNJ'dagi rahbarlar bilan ko'rish fursatiga ega bo'lib, ular bilan fikr almashtirib, o'zimning o'y xiyollarimni degandan keyin bular mening naytib bir kelgusimning yaxshi bo'lganligini, mushundaqlar menga yaxshi bo'lganligini deb, ondan meni radio sohasiga ugunib yiqishga buyurdi. Menga 1,5 yil ugunish fursati berdi hisobda. Shunga men radiolarni oldim. 1,5 yil atrofida endi buni yangi o'qildim. Qolgandan keyin menga endi sen shu bir naqsh musiqa aralashgan bir radio programmasidan bir 40 minutlik birini ishlab baq o'zing. Bu lubochi bu emas. Degandan keyin men Dilara Abdushukur, Anvar qatorliq bizningki katta ovoz artistlarimiz bor. Ularni taklif qilib bir necha son yang bilan ishlab bular avatsam texmi olqishga erishdim. Voy sen qila olaysan-ki, sen haqiqatan yaxshi qilibsan deb shuning bilan men bu axborot sohasiga kirib qoldim. Shuning bilan Markaz xalq radio stansiyasiniki bir necha programmalarni ishlab bu axborot sohasiga qadam qo'yib o'rganish bosqichiga turyapman. Navbatdagi damlarimiz bo'lsa, Kerem Abbas efendi herkesin paran qilib ketib qolsa bo'lmaydi. Naq meydan naqshingizni birini anglamasak bugun ustiga yaga bormaymiz. Rahmat. Men bu gurbonlarningki taklifini topshirib olgandan keyin xush bo'ldim. Chunki Ömrük Sadosidek bundoq yaxshi odamning ko'ngil sirlarini davoldigan programmalarningki taklifini topshirib elish biz uchun bir xush xabar. Yangi ommabop naqshlarni Wanguyunda ko'p anglaydi ekanmiz. Endi sizning ko'rarmanlaringizga deb turaylik. Ömrük Sadosining ko'rarmanlariga men shu bizningki xalq ohanglaridan variantlardan ishlangan bir necha naqshlar bor. Şunun için bir talab ilişkili etmesem bulamı? Elbette buludu. Naq meydan orunlanğan zamanıvi uslubki muzikalar bilen sizning ovozingizdan qo'shilgan xalq naqshlarini anglash biz uchun ajoyib bir huzur. Unda bo'lsa, muzikantlarimizni qarshi olamiz sahnasida aka. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Şu tapda huzurlarda bo'lib Beijing Ipak yo'li ömlük madaniyat taraqtish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan. Xinjiang Momiri Bio Pan-texnika taraqqiyot chekish shirkati, shundaqla Sarkar Uy jihozlari chekish shirkati alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni ömlük sadosi programmasi. Ketganda
aram Köz yeşim tara Kızıl gül aram Köz yeşim tara Ben yarını digen bilen tipilmaydı ata-anam tipilmaydı ata-anam 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 tipilmaydı ata-anam Rahmat, Keremka, naytı muzurlandım, hoş buldum. İkraldik görürmenlerimiz muzurlangan buluşu mümkün, elbette. Ben sizni bilgenden tatıp hazırgıcı boğan arlıqta, sizden şu yeni nakşılarını yenilaş devriniz, sen astırak. Sen orunrak sizdigen getip o. Nemiş qadaymiz da endi. Çünkü sizni yaxşı gördüğün, sizden nakşılarınızı yaxşı gördüğün görürmenlerimiz bekçik. Bizde mi şu, bizge ustazlar deydi, Alaqı yeni nas chiqarish yaxshi ish. Bu faqat xato emas. Endi yeni nasini chiqargandan keyin ras yeni bo'lish kerak-ku bu. Endi men o'zimni boshqalardan bek yaxshi deb qarmayman, bek nachar deb qarmayman. Lekin yaxshi yerim bo'lib qolsa, men yaxshi-ku deb turib oldigan yerim bor. Maxsusligi bor naqshchi. Lekin bu naqsh yenglashda menda deysaqam. Ba'zi bir naqshlar va tug'ilib necha yil, necha 100 yil yashaydi. Ba'zi naqshlar va tug'ilib o necha yil, 20 yil yashaydi. Ba'zi naqshlar va tug'ildi, o'lidi. Ba'zilari o'lik tug'ildi degandekchi. Shunga o'xshab. Men oshtoq bir talabni o'zim qo'yib olganman. Men ashta qo'rqamdim bir xil ichimda-chu, bu mening asrim, mening balamga o'xshash. Xuddi biz mushu farzand tarbiyalayotganlar sirtqa chiqib, "Voy mamala ajab chiroyliqga ajab, umoq kimning bolasi, bunday adablik" desa, palani qo'shib ketimiz-ku. Am bu asarmi mening balamga o'xshash. Tejiq, "Shachi qita mana shuni vajan tayniqi" deslar, u mening balamni bir xil haqoratlagandek, silkishligandek his qilib qolaman. Shunga amal bor. Men chiqqan naqsha shoyichi qivatmasa. Ha to'xta, 10 masalan, men deb o'ylarni 11 yil o'tdi-da. Abay Qizilgulgimi shu bir vayonimda bor. Bir yilda esam shunda xo'shib qoldi. Demak, mushtaq narsa qilaman deb men vaqtni uzun tutib, 10-20 odamga anglatib buni. Ashtaqliqi o'tkazib ekanman bosqichlardan. Shuni ular vaqt o'tib qoldi, o'tib ketdi ekan. Haftada yoki oyda naqsh chiqarayotganlar bu nachar deganim emas.
umuman yaxshi ba'zi narsalar jiddiy hissiyat kelib qoldi yiziblamoq chiqarsingizlar xo'sh yoqidi to'g'ri hamda mushi bahonada bir sizning savolingizga yo'gab o'zimning bir gapim davog'im keldi singlim ko'rurmanlarga anglarmanlarga yangi naqsh chiqarish bak yaxshi ish naqshlar jiq bo'lsa yaxshi lekin mushu ko'zim ko'rib turgan ipak yo'li sadosi programmasida mushu o'qituvchilarning besh og'riydigan bir ishi bor ikki o'quvchiga payki qig'dak naqsh topolmaydi masalan birinchi ikkinchi uchinchi qarorda adam ustoz bo'lib o'tirganda men xizmatlarni qildim o'quvchilarga ovoz tushadigan naqshlarni topamanda ishonsangiz o'quvchilarga tushadigan naqshlarni qancha yillarning naqshi chiqdi desangiz 70 yildagi yoshlarning ishlagan naqshlari bo'lmagandek dunyodan rozi degandek naqshlar masalan to'g'ri shu davrdagi akadlarimiz davrdagi ishlangan naqshlar hozirgi musobaqaga loyiq kelyotidi demak aning qiyinlik darajasi bor degan gap chunki musobaqa deganga qiyinlik darajasi bor narsani qilamiz ku oddiy bir 3 akkordlik narsani qilib qo'ysak anglarmaydi ishtik anglab yodlab oladi biroq u musobaqa tipi emas shunga mening deydiganim xalq ahanglarini o'rganayli buningda bir tas melodiyalar bor tas puroqlar bor andan keyin buning bilan hozirgi zamon masalan davlatimizdagi ishkir o'lkalardagi naqsh musiqalarni akkordlashtirish bu naqshiga o'rindashga bo'lgan muomala bak saviya bak kattasizmi Beijingda nurg'un fikr almashtirishdi bo'ldi ularniki naqsh musiqaga tutgan pozitsiyasi rasmiy to'ping naqshi bilan asar ayrim gapchu ular rasmiy asar o'ynayotidi asar ishlayotidi men amal bor yaxshiroq bir asarlarni chiqarsam deb tirishyapman bu qatorda nurg'un qurdoshlarim bor biz bilan teng fikr bo'lgan shu naqshining suratining oz bo'lib qolishidagi javobim endi shu yaxshiroq bir tug'ilib o'lib qoldigan emas bir mazgil umr ko'rdigan bir naqshlarni chiqaraman deb birinchi bo'lgancha sizningki mush ijod qilib yoki bo'lmasa o'zlashtirib yangicha akkordlashtirib aytgan naqshlaringiz uzun yashayotdi rahmat uzun yashadik uzun yashasin biz bir 50-60larga bundan keyingi 20 yoshli bolalar esa yaxshi shu chog'dagi bir huzur baxtninki huzuri shundami aka undan boshqa yana bir savolim bor Әмді yaqindan beri anglasam Kerem Abbas әпәнді бәк aldirash bo'lib ketyapti. Ba'zi telefonlarni ololmayotdi desa, bunaqa mundaq javoblar keldi ekan. U hozir bola beqiyotdi. U hozir dahshat bir dada, o'xshamaydigan bir dada debchi. Endi o'sha oiladagi bir muhabbatlik hikoyalarni anglag'im keldi aka. Valloh bo'lgandan keyin oilamda bir xil qaynam tashqinlik paydo bo'ldi-da. Andan keyin bu balamga asosiyatdan vaqtimni ajratishni ko'nay dedim. Men nurg'un og'aylarim bilan paranglashib qolganda hamda to'y qilmaganlari dedi voy nimda aldiraysa yoki birdan paranglashdik u bu deganda men mushu yerda o'tirib ko'nib qolsam uyga qaytarganga ko'nolmay qolaman deb javob berman bu ko'nishda balamga vaqtimni ajratmagan bo'lsam men oshiq ko'nib mana ko'nolmay balamga 1 soat vaqtimni ajratib qo'ysam men bola deganni beqib voy deb bolaning tomoqlarini tayyorlab qila olmaydi opsi bolasining qo'sqini to'ydirib Andan keyin bolni uxultib bo'lib, u qozon beshiga o'tib, tomoqni tayyorlab bo'g'ichib, mening qo'sqim ichib, u ayolimning qo'sqi ichib ketdi. Shuning bilan u balamning o'tisidan ayolim chiqayotgandan keyin men shuning bilan to'xta deb shimaylab o'tdim oshxonaga. Uningmi ko'ndim. Shuning bilan bu ko'ngilli kishiga oxir kelgan yaxshi ko'rib qoldim. Tomoq etishni uchun yaxshi o'zi etib yegan tomoq bek tatli qildi ekan. Shundan ko'nib ba'zi shamak-shamaklar aram olib qolgan kunlari ayolimga turib turgan o'zim bir etay deb tomoqlarni etiklagim bilan tatadigan bo'lsam deganni dahshat tatiyman. Demak, bu hammasi singlim ko'nishda. Bolalar, "Baldi izdima, tap qilolmaydi" deydigan bir sharoit hozir kelib qoldi. Men balam cho'ng qo'ygandan keyin, "Sal balam, men do'stlarim bilan bunda fikr almashtiraman, u bu deb tushan kerak bo'lganda, yana do'stlarimni qayta izlab olaman." Demek bu savalimga cevap çıktı. Rahmet. Sizning nurg'un naqshlaringizni anglab o'ziningki shu muhabbatlik qalblarga da'vo topalaydigan anglovchilarimizmi shu melodiyalarga ko'nib ketgan. Men deb o'yladaymiz nurg'un naqshlaringizni shundan birini aytib berib talab qilib turibsanmi? Bo'ladi aka. Ammo rasmiy bugun muzikantlarimiz taq bo'lib ketdi. Anda sizning shu Abay deganga o'xshash xalq naqshlarimizni yaqinliq bir tetimda aytib berishingiz ajoyib o'xshamaydigan bir o'zgacha bir xoslikchi. Shu naqshlarimizni yana bir nanglaylik. Rahmat sizlar. Shu talabingizga men ustozlar bizga etib o'gitib qo'ygan, biz etib bizdek kichiklarga o'gitib qo'yish vazifamiz bo'lgan bir naqshlar bor. Xalq ahanglarga ishlangan tekstlari shunchalik muhabbat kuylangan bak chiroyli kalma diyor deb bir naqshi botdi. Shuni o'ylab berayman. Ajab yaxshi. Qani, marhamat.
Şu tapda huzurunlarda bulup atqаны Beijing İpek Yolu Ömlük Medeniyet Taraqqatish guruhi işleşini öz üstüge alğan. Şinjan Momori Bio Pan-texniki taraqqiyot çekiş şirketi, şundaqla Sarkar Öy Jaziri çekiş şirketi alohida qo'llagan Xili Jishing, ya'ni Ömlük sadasi programmasi. Gelmedi yar gelmedi ne buldu yarim gelmedi ne buldu yarim gelmedi atının ayaksun divan buldu gelmedi atının atının ayaksun saat ilip minmezdi atının saat ilip minmezdi yarının köngli bu bir kilip ketmezmedi yarının köngli bu bir kilip ketmezmedi yarını keptu desen yükrep çıkan başım bilen yarını keptu desen yar yürgen koçlar gasus ipek
yar yürgen koçlar ah su sipey yaşım bile Keremka, albatta, bugun biz qisqagina paranglashgan bo'lsak-mu, nurg'un savollarga javob topdik. Siz haqida nurg'un uchurlarga erishdik. Rahmat. Endi buningdan keyingi uchurlarga ham erishgan bor. Planlaringizni bir anglab baqaylik. Plan, hammamizda plan bekchiq Bekchiq. singlimjiq, mendimjiq. Shundoq. Ko'rurmanlarimizning planjiq. Oldi bilan Ömlük sadasini o'rlashtirish bilan bu ziyoratlarni qilib ko'nglimga gaplarni deb naqshlarni aytib olganimga men oldi bilan sizga rahmat aytib olaman. Sizga rahmat aka. Ondan shu ko'rurmanlarning boshidan oxiri ko'rib, yaxshi fikr bergan, yaxshi bo'lmagan yerlarga tuzatishlarni bergan ko'rurmanlarga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bundan keyingi planimga desak, mening orzuyim bir go'yuxi shaklda mening naqshamni yaxshi ko'radigan do'stlarimning bir naq maydonga bir cho'ngroq tipda bir yig'ib bir go'yuxi qilish orzuyim bor. Bu mening cho'ng bir orzuyim. Ondan keyin san'at naqshi o'rindash yaxshi ko'rib ko'ngilga pukkan ini sing'illarimizga mumkin bo'lsa o'zimizningki melodiyalarga ishlangan ohanglarni shular bilan bir zuhra qurish orzuyim bor. Ajab güzel. Shular yaxshi ko'radigan fungarni billa. Bizningki o'rgangan fungarlarimizni billa qilib, shular bilan bir to'rt plastinkasi chiqarish orzuyim bor. Endi hozircha mushka orzuni ko'nglimga pukdim. Mushka orzurimni hozircha sizningki ziyoratxonangizga tashlab qo'yay. Albatta, pek güzel bir arzu oldu deb o'ylayman aka. O'zingizningki kasbiy sohasidagi ham o'zingizningki iqtidoringizni, alayligingizni, talantingizni namoyon qilib, xalq bilan texnik ko'p uchrashish, ham shundaqla yoshlarimizga yaxshi bir fursatni yaratish uchun shundaq bir güzel arzuni ko'nglingiz pukkaningizdan bak xush bo'ldik. Program gruppamizga barliq xizmatchi xodimlarga vakolatan, shirkatimizga vakolatan, bizni qo'llagan barliq shirkatdagi xodimlarga vakolatan sizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Güzel arzu planlaringizning tezroq ro'yobga chiqishiga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Unda bo'lsa bugungi qisqa suhbatimizni bu yerda oxirlashtirib turaylik. Albatta, san'at hayotingizning texnik nurada bo'lishini umid qilamiz. Yangi naqshlaringiz chiqib tursin, sur'atning sal tezlashishini umid qilamiz. Ma'qul akam, keyingi sonda ko'rishaylik. Xo'sh, ikromli qadrli ko'rmanlar, Ömlük sadasi programmamizning bugungi sonini bu yerda oxirlashtirmoqchimiz. Oxirda eng go'zal tilaklarimiz yanala yosh naqshchimiz Kerem Abbas apandi uchun rahmat aka. Keyingi son programmamizda ko'rishaylik ko'rmanlar. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldi inaqның sadasıdır Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız elip endas Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömlük bizning nişanımız armanımız Ümidaklık yollarının karvanımız Yalqılmaydı kalplerde karvan mikrik Açkan bizge güzel devranımız Ömlük bizning nişanımız armanımız Ümidaklık yollarının karvanımız Yalqılmaydı kalplerde karvan mikrik Açkan bizge güzel devranımız